Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi manzil Farg'ona shahar Hammabop choyxonasining oldida 6 sotik 2 qavatlik to'liq pishig'ishda bo'lgan uyimiz sotilmoqda. Akalar, ukalar, opa-singillar, uyda bitta ko'ringlar. Uyimiz uglovoy joy ekan. Bu tomondan robot qo'yilgan hamda bu tomondan qo'yilgan. Agar mabodo yoqsa, mana shu uyga kelib olishlaringiz mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlab bitta like sizdan, xizmatmandan. Agarda yangi bo'lsangiz, pastda obuna tugmasi bor. Shu obuna tugmani bitta bosing, bizni video sizlarga birinchilardan bo'lib boradi. Akalar, ishni boshlaymiz. Kirganda kattagina xona bor. Bu katta xona. Hatto rom ko'pligini qarang. Rom mamodasi yoqmasa bittasini tarsalatib yo'qorasiz. Adashmasam bir 7 ga 3,5 joy ekan. Ikkinchi xona oshxona yoki sanutel. Endi bu hojatxona bo'lsa kerak. Xona kirish biz narigi tomondan sekin kiramiz. Katta xona bu ham. Ikkinchi qavatga yo'lak bor. 10 ga chapga yo'lak bor. 10 ga kiramiz. Bitta xona. Xonaning ichida o'zining alohida sanuzeli bor. Bu ham bitta yotoqxona yoki sanuzel. Orqada aholi boshi kerak, o'rni kichikroq qo'yib qo'yibdi. Ikkinchi qavatga zinamiz bor. Kattagina hol. Xona. Va yana xona. Xonaning oldida verandasi bor. Bitta xona. Akalar, uyimiz 2 qavatlik to'liq pishirishda bo'lgan naq 10 xonali uyimiz sotilmoqda. 10 ming dollar deyapti. Kelishgan joy bor albatta. Uyni ko'rdingizmi? Yoqimsiz keling, nomer qo'llaring barakaga. Kelasiz, o'zingiz tars baraka qilasiz. Agar bizni qo'llab-quvvatlab bitta like sizdan